Turli ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish yilning har faslida ham muhim ahamiyatga ega. Dolzarb 30 kun tadbirlari doirasida Qo'shtepa tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar doirasida belgilanmagan va cho'kish xavfi yuqori bo'lgan joylarda cho'milish holatlarining oldini olish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Xususan, tumandagi 9 ta mahalla hududidan oqib o'tuvchi katta Farg'ona kanali qirg'oqlarida 10 dan ortiq cho'milish taqiqlangan joylar aniqlangan. Ushbu manzillarda mavsum avvalidan boshlab 24 marotaba o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 260 nafardan ortiq turli yoshdagi fuqarolarning xavfsizlik qoidalari va o'rnatilgan tartibga amal qilmayotganliklari ma'lum bo'lgan. Ushbularni inobatga olgan holda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari cho'milish taqiqlangan suv havzalari atrofida takroran reyd tadbirlari o'tkazdilar. Unda turli yoshdagi fuqarolarning taqiqlangan hududlarda cho'milishi oqibatida yuzaga kelgan ayanchli hodisalar yuzasidan profilaktik suhbatlar olib borildi. Rayonimizda Katta Farg'ona kanali o'tgan bo'lib, o'sha Katta Farg'ona kanali o'tgan mahalla hududlarini kanalga yaqin aholi turar joylarida, xonadonlarda o'sha cho'milish taqiqlangan hududlarda cho'milishni oldini olish bo'yicha, fuqarolarni cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar olib borilyapti. Bundan tashqari rayonimizda joylashgan fermerlarga tegishli bo'lgan tomchilab sug'orish membranalari bor, sun'iy suv havzalari bor. Respublikamiz bo'yicha tomchilab sug'orish obyektlarida ham fuqarolarimiz baxtsiz hodisa orqali o'limiga sabab bo'layotganligi uchun o'sha fermerlarga tegishli suv havzalarida ham atroflarini o'ratib, cho'milish taqiqlangan belgilarini joylashtirib, shoti, arg'amchilarni qo'ydilar. Favqulodda holatlarda kimdir cho'milishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish bo'yicha profilaktik tekshiruv tadbirlarimiz olib borilyapti. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar bo'limi tegishli xizmatlari bilan hamkorlikda cho'milishga ruxsat etilmagan kanal va ariqlar bilan bir qatorda qishloq xo'jaligining sug'oriladigan yerlarida suvni saqlash maqsadida yaratilgan sun'iy hovuzlar ham o'rganildi. Cho'milishga mo'ljallanmagan va sirpanchiqligi bois suvga tushgan kishining qaytib chiqishi dargumon bo'lgan mazkur hovuzlarda qutqaruv aylanasini tashkil etish, arqon hamda narvon bilan ta'minlash, cho'milish taqiqlanadi maxsus belgilarini o'rnatish kabi choralar ko'rilishini ta'minlash yuzasidan rejali dasturlar belgilab olindi.